Assalomu alaykum. Bugun Sergelidamiz. Отопление sistemani radiatorlarda, kotellarda yuvamiz. Buni hozir nima bu podacha bo'lyapti, suv beryapmiz. Birinchidan oppoq prozrachni. Ikkinchidan ham turbasi. Qop-qora bo'lib ichidagilar chiqib ketyapti. Bu yoqdan bunaqa qilib turib kanalizatsiyaga olib bordik. İşte bu musorlarni chiqazib yuborish uchun. Ancha musor yig'ib qolgan ekan, o'zi hozir bu to'g'ri chiqdi. Klientimiz 5 yildan buyon foydalanib keldi. 5 yildan hech qanaqa sistema tozalanmagan. Tozala deliylarni chaqirishuvdi. Hozir oddiy suv bilan hozir yuvamiz. Bundan keyin ximiya bilan yuvamiz, xudo xolasa. Ximiya bilan yuvib, tozalab, xohlagandek ishlatib beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Kimgadir foydamiz tegsa, xursandmiz. Rahmat kattakon.